Bu yerda muammolarni yopib kelayotgan edi. Arbelo'dagi bor muammoni o'zini gollari bilan, intensivlik, juda ko'p gavda bilan o'yinga himoyaga qaytib turib, hammadan ko'p yugurishi bilan yopib kelayotgan edi. Baribir Mbappe Real bilan, Mbappesiz Realda futbolchilarning kayfiyati bor deb o'ylayman. Mbappe tushgandan keyin unga ishonish bo'ladi. Mbappe keyin Fransiyani yomonlabdi-yu, men gol urmasam maymun deb ataydigan mamlakat uchun o'ynayapman, muxlislar uchun o'ynayapman deb xafa bo'ldi. Ba'zi shunaqa futbolchilar borki, unga uslub quriladi, butun jamoa o'ynaydi va u erkin harakat qiladi. Mbappe shunaqa futbolchilardan va urmagandan keyin to'g'ri bunaqa haqoratlashlari noto'g'ri, lekin tanqid qilishlari o'rinli deb o'ylayman. Olib chiqib ketmasa vaziyatdan undan oldingi masalan ikkita katta futbolchilar ham shu masalada tanqid qilishgan, tanqid qilinadigan bo'lsa. Mbappeda ham shu muammo ko'zga tashlanyapti. Endi ko'z o'ngimizda Kyliansiz Real City'ni chiqarib yubordi. Zo'r o'yin o'tkazdi. Birinchi o'ringa ham chiqdi. Bir ochkolik farq bilan. Yana qaytdi, men shunaqa deb o'yladim. Qaytadi va rasvo bo'ladi deb o'yladim. Mbappe haqida intervyu berdi Luis Enrique. U aytdiki, Mbappening talantiga shubha yo'q dedi. Lekin bir futbolchi jamoadan ustun bo'lmasligi kerak edi. Uni ta'siri, uning mahorati jamoaning ichida ko'rinishi kerak. Jamoaga foyda keltirish kerak. Butun jamoa o'ynaydigan bo'lsa, deb turib endi aylantirib men voz kechganligini tushuntirdi-da. Bir kundan bir kun qalqib chiqadigan muammo bor. Buni Arbelo hal qila olmaydi-da. Masalan, Mbappe o'ynaganda ham, Mbappe o'ynamaganda ham bir xil o'ynalar deya olmaydi futbolchilar.